Otasi o'lmagan kim bor? Onasi o'lmagan kim bor? Erim yo'q, bolam bor. Ikkinchi guruh nogironligi men sadaqa qilinglar. Akajon, yordam bering. Sadaqa qiling, pul chiqaring. Mana singlim qiynalib qolibsiz. Yaxshi kunlaringizga ishlating. Ilohim, baxtingiz ochilib, yaxshi joylarga kuyov bo'ling. Alloh. Sadaqa qilinglar. Dali. Hamma yo'g'im og'rib ketdi. Tak. Ras, 2, 3. Ha. Bugun kassani yaxshi qilibman-a? Yaxshi, yana jichcha ishlasam kassani pulni qilib olaman. Lekin monojini birinchi ayasiga borib emizish kerak, bo'lmasa kechagidek qonim ichadi. Dilshada yanga, bizda sizga sadaqa so'rash o'xshamayapti. Iltimos kassani ko'proq qilishni o'rgating, pul yo'q dey hozir. Sadaqa aktyorlik kursimga yozishlaring kerak. O'zi bitta darsiz necha pul? 1 soati 200 ming. Muncha qimmat, buni kelishtirib bering, yozgina iltimos. Menga qara, 200 ming so'mda bir kunda yaxshi o'qisang 2 million, 2 milliard qilib chiqarishasan, tushunishdingmi? Menga qarash. Oyoqlaringni bunday qiyshaytirishasan, yaxshilab. Ha. Ana endi boshingni xolasang o'ngga, xolasang chapga burishasan. Menga chap udobnida xadavoy. Aha, endi qo'llaringni bunday burishtir. Endi chayqalish. Yaxshilab. Davay. Ha. Yaxshi uming, zo'r, sen zo'r kassa qilasan. Qani saqla. Yaxshilab qishay. O'xshamayapti. Hali yana kelib tekshiraman. Saqla, Umida zo'r o'xshayapti. Yana bitta juju qo'lingga ushlab olishsang, yaxshi kassa qilishasan. Qani ketdi. Bo'ldi, men metroga ketdim. Men mashina yo'lga ketdim. Qanday edi? Dilshada kassa vashi zo'r bo'ldi boru. Voy dahshat, mayli buni almashtiramiz endi. Ana ko'rdinglar. Dilshada yanga qarang, men singlim bor, shu singlimni sizga sadaqa aktyorlik kursiga o'qittiraman. To'g'ri. Ana ko'rdinglar, yangi biznes. Tezroq boshlab yuboringlar. Otasi o'lmagan kim bor? Homiladorman, erim yo'q, sadaqa qilinglar. Voy, esonaman qutulib oling yanga, dardingizga shifo bersin. Men bunaqa qo'ying. Men hammasini qo'ya qoling, bitta duo qiling. Abituriyentman. Bu yil talaba bo'lib keting. Ilohi amin. Talaba bo'lib ket. Allohu akbar. Allohu akbar. Aytganingiz kelsin. Rahmat. Qizim, shu senga yangi kasb topishimiz kerak-da. Yo'q, oyim hunar o'rganmoqchiman. Tez o'rganadigan, ko'p pul olib keladigan hunar topishimiz kerak. Topdim. Yo'q. Voy, opcha, o'rgata qoling, 30-70 ishlaversa, men shu qizim ko'p pul topsa bo'ldi. Men topayotgan pul halol emas, vijdoning bormi? Voy, hozirgi kunda hech kimda vijdon yo'q. Mana shu qizim ko'proq pul topsin. Bo'pti, yur churvaqa. Qani u qalanchi? Nima u? Chayqal degani. Qani? Unaqa emas, yaxshilab bunaqa chayqal. Davay. Ay, meduzaga o'xshab qoldi. Qanaqa o'rgatyapsan-mikina? Topdim. Tak, davay. Yorvor eshit. Qani endi boshingni qaltiratchi. O'xshadi. Sadaqa qilinglar, bolam kasal, o'zim kasal, kamiga 2 qatman pul beringlar. Pul beringlar. Voy, opa, qanday bo'ldi pochon? Pochinga gap bo'lishi mumkin emas. Mana do'lang bolam o'sha. Ertaga qolgan bachalaring bo'lsa, olib chiqib o'rgatib beraman shogirdlikka. Tamam. Ibi mana qaramatizing taqaman mali buyumga.
Ipi yanga mulla mana qaraysiz, shunday chiroyli ayol ekansiz. Hozir men sizni baxtingizni, taxtingizni ko'rib beraman. Ipi opa, men hozir sizni kaftingizga qarab taqdiringizni ko'rib beraman. Ipi opa, siz taqdiringiz qora bo'lib ketdi-ku, вообще tomon bo'libsiz-ku. Hozir bunday qarayman, 2 kundan keyin sizni ishingiz umuman rivojlanmay qoladi. 3 kundan keyin maoshingizni urib olasiz. Shunga men sizni shunday iplaringizni o'qib beraman. Shu hammasi 500 ming bo'ladi. Bo'ladi, yuring gaplashamiz. Kelinchi bu yoqqa. Zo'r-ku. Burningizda qaymarit bor, ming'illayapsiz. Gaymolik. Burningiz qiyshaygan, Ipi bolaligimdan. ovoz xiralashgan, laringitis bor. Men birinchi marta eshitaman. Juda baland gapirasiz. Vidimo qulog'ingiz yomon eshitadi. Voy ulay. Ibi yangamullo, sizni yo'lingiz qara desam, men vashi tomon bo'libman-ku. Yangamullo, men hozir kassaga borib kerak, ina gaplashamiz. Ibi, o'rni qaroqchi urdi-ku. Dollarni qayerda maydalaydi? Daqa qilinglar, erim yo'q, qornimda bolam bor, 2 qatman qiynalib ketdim. Voy kenayi, juda qiynalib qopsiz-a. Mana shu pulni olib qo'ying. Mana bitta duo qiling. Pravadan imtihonga o'tib keting. Ilohim, o't bo'lgin, balo bo'lgin, imtihon pravalaridan o'tib olgin bolam. Allohu akbar. Ilohim, aytganingiz kelsin. Alloh shifosini bersin, opa. Sog'ayib keting kenayi. Rahmat. Oy, qornlarim qisilib ketdi. Shunchalik ham ko'p narsa tiqadimi odam degani? O'zicha menga sog'ayib keting deydi. Men soppa sog'man, hopma prosta rol o'ynayman, ko'proq pul berishdi. Pas. 5000 berdi-ya. Nech pul berdi-ki, san yechashmi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta. Qani, uni nattiga telefon qilaychi, unda chiqib qanday bo'lyapti ekan? Sadaqa qiling. Alo, cho'g'i qanday bo'lyapti? Chotki. Bo'ldi. Obki hamma pulingni zo'r skidkalar bo'lyapti ekan, narsalar olib ketamiz. Menga qara, faqat anu biznes qiladigan kiyimimizni kiyib kelma, chiroyli kiyinib kel. Bilasanmi meni? Bo'lmasam odamlar tanib qoladi. Sadaqa qiling. Nima bo'ldi? Erim urdi. Qanday urdi? Bunday urdi. Ovqat sho'rib qo'ydi. Bitta ovqat yo'qingga shunday qiladimi? Uxlab qoldi. Bitta uxlab qolganga shunday qiladimi? Men borib yuragini. Dazmolni chala qila. Hozir borib hammasini chappa rosta qilaman. Kuyov ovqat kuydirib qo'yganiga shunchami? Aka, u gaz plitani portlatib yubordi-yu. Qaytdi. Uxlab qolib tushungan shunchami? Aka, 3 kun turmasdan uxladi. Ovqat yeydi deb uyg'otdik. Dazmol kuydirib qo'yib tushungan shunday qilish kerak. Aka, u mehmonxona yoqib-yu, pojarniy mashin kelib o'chirib ketdi. Mayli kuyov yaxshi o'tiringlar, mana bu Aka, teatrda. to'xtang. Ikkovingiz mashinasini ham buzib qo'ygan, uni ham tuzatish kerak. Yo'q, ustaga berasizmi, foydasi yo'q. Yaqinga to'yga shunga fantaziya qiladi-da bu. Oyim meni yerga beryaptilar, o'shancha siqilyaptilar. Bu to'yimga yulduz keladi deb o'ylayapti. Obamiz ham shu yoqda. Siz ko'zimga issiq ko'rinyapsiz, kimsiz o'zi? Kuyovingiz? Ha, kuyov. Bo'pti aka, men o'qishga ketdim. Oyog'ingning yag'rini hamma bilish shart emas, yo'qot almashtirib chiqana uni. Xo'p. Mana almashtirdim. Uzun bo'ladimi? Uzunroq qilmagan ko'y kiyib almashtir. Aka! Yo'qot. Xo'p. Mana bo'ldi, ketaveraymi? Labingni qizilini yo'qotki. Oy oy. Ko'zingni bo'yaganingni o'chiray. Makiyajingni yo'qot. Sochingni yig'ishtir. Ha, qo'shni nima gap? Ketmoningizni berib turing. Ketmang yo'g'il aka. Ha, mayli. Bo'ladimi? Ana, ey. Hop, bo'ylaygan, ana chotki zo'r. Uyda ikkita shuba bor edi. O'shani kiyib ustimdan yana bitta ajyon ham tashlab olaymi aka? Variant lekin.